Boysun bahori folklor festivali jahon xalqlariga va nufuzli xalqaro muassasalarga xalqimizning qadimiy san'ati, yuksak ijodiy salohiyati, bag'rikenglik va mehmondo'stlik fazilatlari bilan yaqindan tanishish imkonini bermoqda. Shu boisdan Boysun UNESCO tomonidan 2001-yil insoniyatning og'zaki va nomoddiy merosi durdonalari sifatida e'tirof etilib, 2008-yilda insoniyatning nomoddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Festivalning noyob qadriyat va boy nomoddiy madaniy merosga ega qadim Boysunda o'tkazilishida ham chuqur ma'no bor. Joriy yilda bu tadbir yangicha formatda yanada jozibali, qiziqarli bo'lib o'tyapti. Tumanning Bibishirin mahallasidagi turizm kompleksida tomoshabinlar uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Har bir hududga xos qadriyat, urf-odat va an'analarni keng namoyish etish maqsadida xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi, milliy taomlar, liboslar ko'rgazmalari tashkil etilib, xalq ansambllari va badiiy jamoalari baxshi oqinlar chiqishlari hamda an'anaviy maydon tomoshalariga keng o'rin berildi. Bilasizmi, Boysun bahori festivali aynan viloyatimizning Boysun tumanida tashkil etilganligi bejiz emas. Boysun o'zining 3000 yillik tarixi bilan nafaqat respublikamizda, balki butun dunyoga mashhurdir. Shu sababli hozirgi o'tayotgan Boysun bahori festivali har yilgiga nisbatan o'zgacha kayfiyat, o'zgacha shukuhda tashkil etilmoqda. Har bir tumanda tashkil etilgan qo'rg'onlar o'zining milliy qadriyatlari, an'analari va boshqa tumanlarda, boshqa joylarda yo'q bo'lgan an'ana va qadriyatlari bilan bezatilgan. Har bir aksessuarda bizning milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz, madaniy merosimiz o'zini aks ettirib turibdi. Boysun bahori festivali nafaqat milliy qadriyatlarimizni xalqimizga yetkazuvchi, targ'ibot qiluvchi tadbir, balki butun xalqaro miqyosda millatlar o'rtasida hamkorlikni ta'minlovchi festival desam mubolag'a bo'lmaydi. Festivalda nafaqat milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz, balki turli musobaqalar, tanlovlar, turli festlar tashkil etilganligi bilan bu yil o'zgacha shukuh baxsh etmoqda. O'tkazilayotgan festivalga nigoh tashlar ekanmiz. Bu yilgi festivalda har doimgidan ko'proq ushbu festival viloyatimizni turizm zonasi ekanligini, ya'ni tarixiy makon ekanligi bilan butun dunyoga mashhur qilmoqda. Joriy yilgi xalqaro festivalga 40 dan ortiq davlatdan sayyohlar, folklorshunoslar, san'at va madaniyat vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etib, boy taassurotlarga ega bo'lmoqda. Men yapon jurnalistiman va kecha bu go'zal diyorga yetib keldim. Tabiatning betakror mo'jizasini o'z ko'zim bilan ko'rish, shuningdek UNESCOning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan madaniy makon bilan yaqindan tanishish men uchun unutilmas va nihoyatda quvonchli voqea bo'ldi. Boy tarixi va asrlar davomida sayqallangan an'analari bilan ham meni hayratga solyapti. Har bir pavilyonda hududning o'ziga xos an'analarini aks ettiruvchi ko'rgazmali chiqishlar namoyish etilyapti. San'at bayramida tashkil etilgan hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmasi tashrif buyurganlar e'tiboridan chetda qolmaydi. Bu tadbirlar xalq uchun juda ham kerakli. Chunki unutilayotgan qadriyatlarni namoyon etadi-da. Avvalgi Boysun bahorida juda katta kashta namoyon etilgan edi. Bu yil qarang, yana bitta yangilik, quruq ko'rpa namoyish etilyapti. Eni 5 metr, uzunligi 33 metr. Undan tashqari har bir Boysun bahorida mana shunga o'xshagan juda yangiliklar, folklor qo'shiqlar ijro etilyaptiki, xalqimiz mana shu yangiliklardan bahramand bo'lishyapti. Boysun etnografik ansamblini yana shunday bir yangi qo'shiq olib chiqyapti. Barcha mehmonlarni Boysun bahoriga xush kelibsizlar deymiz. Tomosha qilinglar, o'ynab kulaylik. Festivalning ochiq osmon ostida tashkil etilgani qatnashchilar qalbiga yanada ko'tarinkilik bag'ishlagan bo'lsa, baxshilarning chiqishlari va ularning bellashuvi tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Bir so'z bilan ifoda etganda, Boysun bahori dunyo xalqlari do'stligi bayrami sifatida esda qolarli bo'lyapti. Жалпы біздің орындаған шығармамызда Biz ijro qilgan ushbu asarda muallif xalq og'zaki ijodi namunalarini, milliy qo'shiqlar va kuylarni uyg'unlashtirish orqali madaniy merosimizni aks ettirishga harakat qilgan. Asarning boshidan oxirigacha xalqona ruh sezilib turadi. Unda ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar muhim o'rin egallaydi.
және соны barcha o'sha yerda ko'rsatib. Muallifning asosiy maqsadi ana shu bebaho merosni asrab-avaylash va uni kelajak avlodga yetkazish zarurligini ta'kidlashdir. Shuningdek, asarda qozoq xalqining milliy xususiyatlari, ayniqsa ularning musiqa madaniyati keng yoritilgan. Xususan, do'mbira cholg'usi, an'anaviy qo'shiqlar va folklor unsurlari orqali xalqning ichki dunyosi, tarixi va ruhiyati ochib berilgan. Bu orqali tomoshabin yoki o'quvchi milliy san'atning go'zalligini chuqurroq his etadi. Muallif faqat bitta yoki ikkita kuy bilan cheklanib qolmay, balki turli janrdagi kuy va qo'shiqlarning eng nozik, eng ta'sirchan jihatlarini ko'rsatishga intilgan. Ayniqsa hududlarga xos rivoyatlar va afsonalarni sahnaga olib chiqish orqali asarga yanada boy mazmun baxsh etilgan. Asarning yana bir muhim jihati unda qadimiy musiqa asboblariga alohida e'tibor qaratilganidir. Muallif qozoq xalqining unutilib borayotgan cholg'ularini imkon qadar keng namoyish etishga harakat qilgan. Bu esa milliy madaniyatimizni saqlash va rivojlantirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Xalqaro festival doirasida Tandir Fest musobaqasiga ham keng o'rin berildi. Tandirda pishirilgan go'sht uning o'ziga xos ta'mi va an'anaviy tayyorlash uslubi bilan mehmonlarni jalb etmoqda. Bu esa nafaqat mahalliy, balki xorijiy sayyohlarni ham o'ziga tortadi. Boysun tumanining bunday festivallari ayniqsa gastronomik turizmni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Boysun bahorlari chorlar olamni, qadim qo'shiqlarim samoni quchdi, chanqovuz taratdi dildan olamni. Xalqaro festivalda dunyoning 30 dan ortiq mamlakatidan, jumladan Xitoy, Rossiya, Kanada, Fransiya, Italiya, Polsha, Gretsiya, Germaniya, Yaponiya va Hindistondan kelgan rasmiy mehmonlar ishtiroki nafaqat festival nufuzini oshirdi, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik va madaniy muloqotni yanada mustahkamlashga hissa qo'shadi. Taniqli san'atkorlar, maqom va folklor hamda baxshichilik san'ati ustalari o'zining kuy-qo'shiq va chiqishlari bilan barchaga Boysunning bahoriy kayfiyatini ulashmoqda. Drone show esa bayram konsertiga o'zgacha ruh bag'ishladi. Boysun bahori xalqaro folklor festivali bo'lib o'tayotgan turizm kompleksi hududidan rang-barang va turli namunalardagi jami 35 ta havo shari Boysun uzra samoga ko'tarildi. Qiziquvchilar sharlar bortida turib qush parvozi balandligida betakror tabiat manzaralari va ertaknamo hududning fazoviy manzarasini tomosha qilish, yoqimli kadrlarni foto va video kamera xotirasiga muhrlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.